Qarang. Komada yotgan odam. Mani bojam komada yotibdi. Komadagi bemorga qaraydigan shifokorlar chiqib oilasiga aytibdiki, yumshoq pishirilgan go'sht olib kelinglar. Yumshoq karishkani nimadan o'tkazib, yana qanaqadir mashinalar bor ekan, o'shanaqa ovqatlarni olib kelinglar, ko'nglari tushayapti debdi. 4 kunmi 5 kun ovqat olib kelishgan. Siz o'sha shifokorlarni kechirasizmi? Qani kechiring. Nimaga kechirmaysiz? Chunki u shifokorlar inson qiyofasidagi mavjudot. Men hayvon deyishgan tilimni tiydim. Shu joyda shu videoni to'xtatamizda, mana bu yerdagi kommentariyalarga kiramiz. Mayli, otaxon haqlarida negativ gap gapirmaymiz, lekin otaxon bu yerda juda ham nohaq ekanliklarini sizlarga aytib qo'ymoqchimiz. Chunki otaxon reanimatsiya sharoitida bir kun ham ishlamaganlar, bir kun ham o'zlari bir reanimatsiyaga tushib ko'rmaganlar. Men talabalik davrlarimda reanimatsiya sharoitida praktika o'taganman, u yerda ishlaganman ham, o'sha paytlarda ko'rganman. Mana bu yerda reanimatsiya sharoitida yotib davolanib chiqqan yoki o'sha yerda ishlaydigan odamlarning kommentariylarini ko'rsatamiz sizlarga. U yerdagi reanimatolog, vrachlar yoki hamshiralar u bemorni olib keladigan ovqatiga to'g'risi zoram emas. U yerda shunday darajada ovqat ko'payib ketadiki, hattoki tashlab yuboriladi bir xillar. Mana endi bu yerda mana bunaqa gaplarni tibbiyotni umuman tushunmagan, ichi negativlarga to'la inson aytadi. Va shu gapga ishonadi. Bemor reanimatsion holatda bo'lganida ham zond shlanka orqali ovqatni suyuq shaklda berib turiladi. Tak, mana reanimatsiya xonalarida kamera qo'yib bemorning yaqinlariga monitorda nima bo'layotganini, doktorlar qanchalik harakat qilib mehnat qilayotganligini ko'rsatib qo'yish kerak. Shunda adolatli ish bo'ladi. Kim haq, kim nohaqligi isbot bo'ladi debdi. Mayli. Mana bu yerda yana bitta kommentariy. Siz aytgan yumshoq pishirilgan go'sht bilan kartoshkani bir nimalardan chiqarish bu blender deyiladi. Ya'ni blenderdan o'tkaziladi. Blenderdan chiqqan ovqatni doktorlar yemaydi, zondda yotgan odamga berishadi. Buncha doktorlarni qo'ymadinglar. Qon sohaga tegsanglar ham shu reanimatologlarga tegmaylar. Men boshqa отделениеda ishlayman. Reanimatsiyaga nimadir bo'p chiqsam, hammasi ko'zi moshdek ochiq kasallik oldida o'tirishgan bo'ladi. Ularning ishi sizlar o'ylaganday oson emas. O'lib ketadi deydigan zamon emas. Kimni smenida o'lgan bo'lsa, qancha yugur bo'ladi. Smendan tashqari kelib qancha tushuntirish xatlarini yozib, o'ziga kelolmay yuradi debdi. Mana bittasi. Xo'sh. Mana bu yerda bittasi. Men o'zim 27 yoshman. 3 marta kesir va 2 marta oyog'im sinib, temir qo'yib, temir olishgan. Shu doktorlarga ming rahmat. Pul so'ramagan. Tugagandan keyin o'zimizga qo'l haqqi berganmiz. Chunki sog' salomat chiqqanimiz uchun. Ovqatga kelsak, doktorlar bizani ovqatimizga qarab qolishmagan. Olib kelgan zahotligi medsestralar kelib yetishsa kerak emas, yeveringlar desam 10 marta rozi bo'ling deb olishadi. Bir kosa ovqat uchun yeb qo'ygan deb shuncha negativ yozibsizlar. Borligiga shukr. Itday ishlab arzimagan oilaga yana sassiv gap eshitadigan kasb. To'g'ri, bor poraxo'rlari 30%, lekin ularning ichida bechara ko'zi to'q mediklar ham qolib ketyapti debdi bittasi. Endi mana qarang, men operatsiya bo'lib kislorodda yotdim. 3 kun menga burun orqali ovqat yuborishdi. Insonlar komadagi odamga ham shu tarzda ovqat yuboradi. Qilinadigan o'sha glyukoza, ukol boshqasini umuman unga
ta'siri kam bo'ladi, u yetmaydi. Bemorda oqsil yetishmovchilik vujudga keladi. Agar unga ovqat berib turilmasa, uni o'rnini oqsil bilan to'ldiradigan bo'lsa, bir kunga 1 million pulimiz yetmay ketadi agar venadan quyiladigan bo'lsa oqsillarni, bilasizmi? Shuning uchun bu boboni gapiga ishonmanglar. Boboni gapini to'g'ri deb bilganlar umuman doktorga bormanglar. Yaqinlaringizni ham doktordan qaytaringlar debdi. Mana bu odam juda to'g'ri aytibdi. Boboni gapiga ishonyapsizlarmi? Doktorga bormanglar umuman. Qaytaringlar, uyda davolaninglar o'zlaringiz yoki anavi nima bo'lyapti deydigan tabibga boringlar. Bu gap juda noto'g'ri gap. Bu noto'g'ri gap gapiryaptilar.